Musulmon kishi Alloh taoloni tanish, Xudo to'g'risidagi, Rabbisi to'g'risidagi e'tiqodni to'ppa-to'g'ri qilishligi lozim bo'ladi. Chunki Alloh taolo haqidagi e'tiqodimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kuni yuzimiz yorug' bo'ladi. Allohni qanday taniymiz? Alloh taoloni sifatlari bilan taniymiz. Alloh taolo to'g'risida o'zi o'rgatganidek, kitobda, sunnatda kelgandek taniymiz. Allohni zotini anglashlikka insonning aqlini kuchi yetmaydi, lekin sifatlari orqali Alloh taoloni biz tanib boramiz. Lekin oxirgi paytlarda Alloh taolo to'g'risida ba'zi bir noto'g'ri ma'lumot tarqatadigan adashgan toifalar ham jamiyatda paydo bo'ldi. Ular Alloh taologa makon isbot qiluvchi, asli havorijlarning aqidasini tarqatuvchi adashgan toifalardan biri. Alloh taolo makon, zamondan alohida, mustaqil bo'lgan, makonga, zamonga aloqasi yo'q bo'lgan buyuk zotdir. Alloh taolo zamon va makonlarni o'zi yaratgan. Zamonlar yaralishidan avval, makonlar yaralishidan avval Alloh bor edi, hozir ham o'shanday aslo o'zgarmagan. Zamon va makonlar tugagandan keyin ham Alloh taolo o'shanday boqiy qoladi. Lekin taassufki, musulmonlarning orasida Alloh osmonda, Alloh arshning ustida, yuqorisida deb Alloh taologa taraf, makon isbot qiluvchi adashgan toifalar yo'q emas. Ular ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab musulmonlarni mana shu buzuq aqidani tarqatishlik bilan yo'ldan uryapti, odamlarning e'tiqodini buzyapti. Asli bu aqida, ya'ni Xudo osmonda deb e'tiqod qilishlik islom tarixidagi adashgan toifa hashaviylarning aqidasi. Ular Allohning ma'rifati kitob va sunnatning, ya'ni naslarning zohiridan deb bilishadi va mana shu tariqa Qur'oni Karimdagi ba'zi mutashobih oyatlar yoki hadisdagi ba'zi mutashobih jumlalarni zohiriga suyanib Alloh taologa nisbatan makon isbot qilishdek buzuq e'tiqodga kirib qolishgan. Ahli sunna val jamoa ulamolari Alloh taolo makondan pok deb aytadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan ham so'ralgan, Alloh qayerda deb. O'shanda Ali radhiyallohu anhu aytgan, qayerda degan savolni Allohga nisbatan berishlik noto'g'ri, mantiqsizlik bo'ladi. Alloh taolo makonlar yo'qligida ham bor edi, makonlar yo'qolgandan keyin ham o'shanday qoladi deb o'rgatganlar. Biz demak Rabbimiz to'g'risida shunday e'tiqod qilamizki, Alloh taolo osmonda ham emas, Xudo makonga muhtoj ham emas. Alloh osmonda deb e'tiqod qilishlik esa ahli sunna va